Xitoy Kommunist hökumətinin Şərqi Türkistandakı sistemlik zulm və assimilasiya siyasəti tez sürətdə davamlaşmaqda. Uyğur balaları ailəsidən məcburi tutub ketilgan görünüşlər hər günü degidək oturğa çıxmaqda. Yaxınqı yıllardan buyan Xitoyning ko'p sonda balalar lager qurganligi oshkorlangan edi. Qrim xabar agentligi agashgan Xitoydagi ijtimoiy aloqa suhbatlarida ham bahirlangan birsinde nurg'unlagan Uyg'ur bolalarining chamadonlari bilan Sharq Turkistondagi bir rayondan elib ketilganligi to'g'risidagi rasmlar bor bo'lib, bu yerning o'rni texi aniqlanmagan. Ko'zatchilarning qarashicha, bu rasmlardagi balalar Sharq Turkistonning boshqa joylari yoki Xitoyning o'lkalaridagi balalar jazo lagerlariga elib berilishi mumkin ekan. Sharq Turkiston o'lim ala birligining 10-navbatlik shura yig'ini dunyoning har qaysi joylaridan kelgan 60 dan ko'p a'zoning qatnashishi bilan 30-31 dekabr kunlari muvaffaqiyatli o'tkazildi. Yig'inda birlikning nizomnomasiga taftish hay'atining haq va majburiyatlari birlik a'zolarining o'rtaq ovoz bilan ilova qilindi. Yig'inda yana birlikning ijroiya bo'limiga yoshlar xizmat bo'limi ta'sis qilish qaror qilindi. Xitoy Kommunist hökuməti 13 yanvar Tayvanda o'tkaziladigan rahbarlik sayılmadan ilgari Tayvan xalqini tarixining to'g'ri tarafida turishga chaqirdi. Xitoyning Tayvan ishlari ishxonasining boshlig'i Sun Tao yangi yilning tunji kuni e'lon qilgan yozma bayonotida Tayvanning Xitoy bilan birlashishini faqat bo'g'izning ikki tarafidagi kishilarning o'rtaq tirishchanligi bilan amalga oshirg'ili bo'ladiganligini ta'kidladi. Qozog'istonning oldingi qatordagi energiya shirkati bo'lgan Kaztransol paycheklik shirkati 2024-yil 1-yanvardan boshlab TOIN 2 turbo yo'lining bir qismida Rossiya orqali neft toshish bejini o'stirdi. Yangilangan bahoning natijasida 1000 kilometr oralig'idagi tosh tanarqi har tonnasi $11.28 qilib bekitildi. Egilishicha Janubiy Osiyo davlati Sri Lanka Hindistonning bexatarlik andisiga javob qaytarish uchun Xitoy tadqiqot paraxotlarining portlarida langar va maxsus iqtisodiy rayon ichida tijorat qilishni vaqtincha to'xtatdi ekan. Hindiston vaqt gazetining diplomatik manbalarini asos qilgan xabarlarga qaraganda, Sri Lanka hukumatı Hindiston doiralariga Xitoyning tadqiqot paraxotlariga 1 yil cheklama qo'ydiganligini uqtirgan. Tayland hukumatı viza kechirim qilish siyosati orqali Xitoy virusi sababli zo'r ziyonga uchirgan sayohat kasbini jonlantirishni o'ylashmoqda. Tayland bosh ministri Siritta Tausin martdan boshlab Xitoy bilan Tayland o'tirisidagi viza shartlarining mangulik bekor qilinadiganligini e'lon qildi. Tausin ikki davlat fuqarolariga o'zaro viza kechirim qiladiganligini bayon qilib, bu ikki davlat munosabatini texmo taraqqiy qildirdi dedi. Hamas Livanning poytaxti Beyrutda Isroiliyaning uçquchsiz aeroplanining hujumida rahbarlardan Salih al-Aruri qazo qilgandan keyin bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Zionist ishg'oliyatchilarning Falastinning ichi va sirtidagi rahbarlarimiz va simvollik shaxslarga qarata ilib berilgan qo'rqinchaqlik bilan qaslab o'ltirish harakatlari xalqimizning irodasini bo'shatib tashlamaydi. Bizning botir qarshiliklarımızning oldini ololmaydi.